Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qadrdonlar, monetizatsiyalik TikTok ochishni o'rgataman. Monetizatsiya orqasidan 7 ta davlatga hozir monetizatsiya TikTok nima qilindi. Bemalol videolaringiz orqasidan efir qilmasdan ham pul ishlasalar bo'ladi. Qadrdonlar, qiziqarli videolar qo'ysanglar, 3 kunda, uzog'i 3 kun, 4 kunda monetizatsiyalik nimani, TikToklarni nimaga chiqarsanglar bo'ladi. Xullas, men sizlarga eng yaxshi davlatni aytaman. Yujniy Koreya qilib, masalan ko'rsataman mana qadrdonlar, kelinglar. Sizlardan faqat Davabit akkauntni bosamiz. Xullas, mana bu yerda qaranglar qadrdonlar. O'zbekiston qilingan, ko'ryapsizlar mana bu yerda O'zbekiston. Ana shuni bosasizlar qadrdonlar kerak. Arabiya mana qadrdonlar, South Koreya yozilgan. Shuni tanlaymiz. Mana bu yerda mana region o'zgardi qadrdonlar. Region o'zgardi. O'zgargandan keyin qadrdonlar, sizlarga maslahatim mana pochta orqali ochinglar. Qadrdonlar, pochta orqali ochinglar. Pochta orqali ochsanglar, sizlarning regionlaringiz O'zbekiston bo'lib qolmaydi. Gmail pochta hech qachon nomer ulamanglar. Agar nomer ulasanglar, yana avtomatik sizlarning regionlaringiz O'zbekiston bo'lib qoladi. Pochta bilan ochasizlar. Pochta bilan ochganlaringizdan keyin bemalol nima qilinadi? Keyin shartlari bor. O'sha 3 ta shartini bajarsanglar, xudo xohlasa, videolaringiz orqali masalan videolaringiz 100 mingta prosmotriga men keyingi nimamda sizlarga hali videorolik qilib taxlayman, qanchadan pul berishini men sizlarga aytaman. Keyin yana bir narsani ko'rsataman, qadrdonlar. Mana bu yoqqa kelinglar. TikTok studiyani bosganlaringizdan keyin mana bunaqa narsa chiqadi. Mana programma Creators degan narsa bor. Shu orqali mana kiramiz, hozir programma nagrada avtorga kiraylik. Hozir ko'rsataman sizlarga. VPNimiz sal qotyapti. Wi-Fi ga ulanmaganman mana qadrdonlar. Mana qaranglar. 3 ta shart. 19 yosh bo'lish kerak. Keyin videolarning hammasi 30 kun ichida 100 mingta prosmotr yegan bo'lish kerak. Keyin oxirgi sharti obunachingiz 10 mingta bo'lish kerak. Shu 3 ta shartni bajarganlaringizdan keyin qadrdonlar, TikTok sizlarga pul videolaringiz orqali pul bera boshlaydi. Keyin yana bir narsani, registratsiyadan o'tganlaringizdan keyin qadrdonlar, mana Nastroykaga kirib, Nastroyka Confidence akkauntga kiramiz. Keyin danniy akkauntga kirganingizdan keyin mana bu yerda mana regionlaringiz Yujniy Koreya bo'lib turishi kerak, pochta ulangan bo'lishi kerak. Nomer ulamanglar qadrdonlar. Sizlarga maslahatim, nomer ulamanglar. Nomer ulasanglar tamom. Profil ketdi degani. Iloji boricha pochta bo'lib turaversin. Iloji boricha regionlarni Amerikaga qilib ochsanglar bo'ladi. Hozir Amerikada ham monetizatsiya ochildi. Germaniyaga ham ruxsat berilgan. Iloji boricha Yujniy Koreya, Amerika qilganlaringiz ma'qulroq. Qolgani davlatlarga kerak emas. Qadr pul chiqarishda muammo bo'lib qoladi. Shunaqa qadrlar, sizlardan iltimos, keyingi royligimda qancha prosmotriga qancha pul berayotganini nima qilaman. Sizlardan bitta iltimosim, like bilan repost bosib qo'yinglar, bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.